Ha bo'ldi, baqirmasdan normal, toningizni normal qilib gaplashing. Bolalar mana 332-maktabga keldi. O'sha karillagan Javoh Gaming bilan Asilxonning oldiga keldi. iPhone 12 ni olib keldi. Bolalar, qarochi. Gapimga javob berdimmi? Keldimmi? Rasmiga Ikkida bo'lmasanglar bo'ldi ikkalanglar. Bolalar vashshi ko'p. Ichki ishlar xodimi tashlab ketdi chetroqga. Top ketib qoldi, bilmayman endi hozir qayoqqa tashlab ketib qoldi. Hozir mashinaga o'tirganimizda kim orqasidan vizit tashladim deysiz? Maktab nomidan tashlagan. Bolalar mana 332-maktabga keldi. Bolalar yig'ilib turishibdi. Xudo xolisa mana so'rashib, videoni davom ettiramiz. O'sha karillagan Javoh Gaming bilan Asilxonning oldiga keldi. Qolgan bolalarni ko'raman, hammasi порядочный, zo'r bolalar xudo xolisa. Keldi, mana o'sha va'da qilingan iPhone 12 ni olib keldi. Bolalar, qarochi, hozir beramiz. Bolalar, nima gap, tinchmi? Qani Javoh Gaming qani? Javob! Bolalar kuchlilari bormi o'zi? Bolalar shunda mashinada yig'ilmay turaylik. Sal mundoqroq. Qani Asilxon? Yaxshimisiz? O mana oling videoga oling. Skilluziva mana uzun versiya deganingizga endi nima qilmaysiz men bilan? Bo'ladi. O'ynaysizmi? Bo'ladi. Ha bo'ldi, Javoh Gaming qani? Voy, Tarsanasizmi? mana keldimmi? Nima dedingiz? Skilluziva gapiga javob bera olmaydi dedingiz? Keldimmi? Javob berdim. Gapimga javob berdim. Gapimga javob berdimmi? Keldimmi? Endi sizlardan nima? 2 bo'lmasanglar bo'ldi ikkalanglar ham. Bo'ldi, o'yin bo'ladi. O'yin bo'ladi. Nechikada qilasiz mani? Qilamiz. Men siz nechikada qilishimni aytaymi? 2 kam qilmaganlik. Ey, bo'ldi, bu yoqqa keling. Tarqatmang. Sal bundoq rastdan olsa bo'ldi. Asilxon, bu yoqqa keling. Asilxon, qanday qoshdingiz? Ana qanday qo'shdi? Akasi bilan qo'shdimi? Oka, iltimos sabr qilib turinglar. Asilxon bilan mana shu bola bilan o'ynab oling birinchi. 5 kishi o'ynaydimi? 5 kishi o'zi bolalar bor, o'ynaydiganlar. Zo'rlarni terganmisizlar? Zo'rlarni shu maktabda o'ynaydiganlar bor. Ha, bo'ldi. Men lekin siz bilan kelgan ana bola qani? Ha, o'sha Javohir bilan o'ynayman 100 talik. Bo'ldi. O'sha 5 tadan 2 tasi sizlar. Muhammad aka tushib olaylik rasmiga. Ha, bo'ldi. Oshpur. Bo'ldi, ketdik, bo'ldi, tarqalaylik, iltimos. Ha, bo'ldi, 5 tani oldimi, qani? 5 ta bor, chek bor. Mana 1, 2, Asilxon 3 ta, 4 ta, 5 ta mana javob bilan. Bo'ldi, 5 ta. Bolalar, qarochi, bolalar vashi ko'pligi uchun keldi, hozir avtobuslarda keladi deyishyapti, o'shaning uchun bo'ldi, sekin tarqaldi qarochi bu yoqdan. 5 ta bolani chetroqqa yig'ib qo'yibdi o'zi, Javoh Gaming bilan Asil Gaming, Asilxonmi, Aslanboy. Bo'ldi, biz ketamiz. Birinchi o'yinni siz bilan o'ynayman, to'g'rimi? Ha, bo'ldi, mana. Bolalar Asilxonni qochib yur. Qara, yurahol qaradi. Bolalar mana hamma narsa bo'lyapti. Orqamizdan ichki ishlar xodimi yuribdi. Odam ko'pligiga bizga bolalar aytishgani, biz gaplashib qo'yganmiz boshqa narsa, lekin bizani hozir ichki ishlar xodimi ogohlantirdi. Bizga mana shu 2 ta bola kerak bo'ldi. Asilxon mana. Ukam bu yoqqa kelgin. Kichkina. Aslan bu yoqqa. Asilxon men Aslan bu yoqqa. Mana video yoqildi. Oka, ayting, siz bilan birinchi o'ynaymizmi, yo'qmi? Men sizni deb keldim. Video qilgandan keyin boshqacha gapiramiz. Javob bilan bo'ladi. Ikkinchi o'yin siz bilanmi? O'ynaysizmi? Kameraga qarab gapiring, o'ynaysizmi yo'qmi? Kameraga qarab gapiring, mana o'ynaysizmi yo'qmi? Bo'ladi o'yin. O'ynaysizmi? Bo'ladi. Ha, bo'ldi, ikkinchi o'yinni o'ynamasangiz qarang lekin mana. Bolalar, hozir qarochi yurimiz qayoqdadir. Mana ichki ishlar xodimi tashlab ketdi chetroqga. Bolalar, qarochi, vashshe bor-ku, xafa bo'ldim. 332-maktab. Men sizlarni oldinglar hurmat qilib borsam, bolalar bu yerda turib turinglar. Bolalar, iltimos. Tamam. Oldimga keldinglar. Ketib qoldi, bilmayman endi hozir qayoqqa tashlab ketib qoldi. O'sha ichki ishlar xodimi olib ketdi. Kimsan sen? Aslanboymisan, Yakuzamisan dedi. Men Skilluzivaman. Bo'ldi, endi mana hozir qayoqdadir yurimiz. Javoh Gamingga ham, ana Aslanboy uzun marketga ham ko'ryapsizlar. Market ochilmadi deydi, o'ynamayman deydi. Bo'ydan beri duxini beryapti. Menga hozir boshqa bolalarni tiqishtiryapti, yaxshi o'ynaydigan. Endi bilmadim endi nima bo'ladi. Qayoqda? Nechi kishilarni?
Fabrikani yonida lekin Nechi kishisanlar? Yo, siz kelmaysizmi o'ynagani? boraman. Qachon kelasiz? Hozir yonimda odam ko'p-da, hech kim ko'p. Xo'p, o'zi kelasizmi o'ynagani to'chna? Ha, boraman. Ha, bo'ldi. Davay. Javob qani? Chiq. Mana Asilxon bilan ko'rishdik. Asilxon gapirib qo'yasiz, aka. Nima bo'ldi? Kim orqasidan vizib tashladingiz? Nima bo'ldi? Hozir gaplashaman, aka, men siz bilan. Alohida javob bilan ham alohida gaplashamiz. Hech qanaqa videoda bekitadigan narsa yo'q. Agar meni so'kkingiz kelsa, so'king. Nima? Yo, so'kish yo'qmi? Hozir mashinaga o'tirganimizda kim orqasidan vizib tashladim dedingiz? Maktabni nomidan tashlagan. Aha, bo'ldi, baqirmasdan normal, toningizni normal qilib gaplashing. Narvani gap. Keyin videoda Siz bilan o'ynayman, vizib tashlagan. Yo, bo'ldi, men sizga hech nima demayapman. Keyin excuse va gapiga javob bera olmaydi degan narsani qanaqa? Yo, demaganman. Yo, siz общий hype qilyapsiz, unaqa mana shu tema bo'yicha gaplashmoqchi edim siz bilan. Meni подписчикам qancha deysiz? Sizni подписчикingiz qancha, чтобы siz bilan men продвижение qilib o'zimni profilimni ko'rsatib. Kommentariyada yozildi. Shu gaplaringizga javob berasizmi? Excuse va gapiga javob bera olmaydi degan narsaga. Sizga men unaqa deganim yo'q, qayerdaman? Qaysi videomda dedim? Yo, gapiga javob bera olmaydi. Bir bola jo'q ikkalaylar o'tirib olib, ikkalaylar bilan ham alohida gaplashamiz. Siz ham o'g'il bolasiz, gapingizga javob berasiz. Boy o'ynamayman deysiz, endi o'ynayman deysiz. Hozir kameraga olmaylik deysiz. Mana hayotda mana razmarazga siz yutaman deganim, yo'q, men просто o'yin bo'ldi, o'yin. O'yinni ichi hech qanaqa. Yo, mana kameraga ayting, men hayotda menga hech qanaqa jajda pajdangiz yo'qmi? Gapimga javob berar ekanmanmi? O'g'il bolamizmi? Hamma gapiga javob beraman. O'ynayman deyotganim yo'q, просто men maktab nomidan vizib tashlaganman, bratishkalarim o'ynashsin dedim. Bratishkalaring o'ynaysiz. Bo'ldi, siz bilan hozir o'ynab o'raylik, bo'lmasa PUBG kiring. Bolalar, mana o'yinimiz boshlandi Asilxon bilan. O'rtadan PUBG'ga ketganimga ropparos bir hafta bo'ldi. Akkauntim meniki emas, boshqa akkauntda o'ynayapman. Bolalar hozir shotimizda 2-1 ketyapti, esingizcha, men oldindaman. Vallahi hozir mana 9:2 bo'lyapti shot. Asilxonga telefon bo'lib qoldi. Ba'zan yana telefon bor. Короче, bolalar 12 bo'ldi. 10 ta shot o'ynadik, 5 kada bo'ldi. Bolalar, mana Asilxon bilan o'ynadik. Asilxon, hamma narsa chotki. Hech qanaqa yomon narsa qilmadim-a sizga? Hammasi chotki, men birinchidan sizga qararlamaganman, hammasi chotki. Prosta o'yin bo'ladi. Prosta men siz o'yiningizga qiziqdim, o'yin bo'ladi. Shu o'yin bo'ldi. Boya gapimga ham javob berdim, 2 kadadan kam bo'lmagan. Bolalar, mana ikkinchi igrokimiz vizib tashlagan. Okay, bo'ldi, keling. Siz bilan o'tiramiz, gaplashamiz. O'ynaysizmi? Men bilan o'ynaysiz. Hamma narsa chotki, bahona yo'q. Telefon zo'r ishlayapti, qo'lingiz qaltiramayapti, hech nima bo'lmayapti, to'g'rimi? Mana bolalar, Javohir Space 10K dan kirdi. O'zingiz-ku, to'g'rimi? Tag'in boshqa odam bunaqa. Bolalar hozir shot 9:2 ketyapti. Kim 10-shotda olsa o'sha yutadi, короче. Bolalar shot 12, Javoh Gaming bilan ham zaryadim ko'p qolishi uchun 10 ta shot o'ynayapmiz. 12, ani bola ham 5 kada bo'ldi, bu bola ham 5 kada bo'ldi. Gapga javob berildi. Javob berildimi? O'zi bilan o'ynadik. Hozir bu safar men yutqizdim. Xudo xolisa keyingi safargi o'yinga tayyorlanaman. Okay. Revansh bo'ladi. Bu safar necha kada bo'ldi? 5. 5 kada yutqizdingiz. Malades, lekin gapga javob berib o'ynaysiz, okay? Boshqani qishtirmaysiz. Malades, okay? Mushik. Bolalar, короче, nima bo'ldi? Gapimga javob berdim. Chotdan. Yo'q, hozir tangali o'yin bo'ladi. Tangali o'yin bo'ladi. Mana, okalar, mana okam hal qilyaptilar, mana. Kim o'ynashligini mana tangida hal qilyapmiz. Hop. Nima tushdi? Mana ikkita. Bo'ldi, ikkita bola tayyor bo'ldi. Bo'ldi. Bolalar, mana короче tangali o'yin qildik, ko'rdinglar, otashak ham tangali o'yin qilib berdilar. 3 ta bola tanlab berdilar. Hozir ham ko'p bolalar. Bu bola tushdi. Hozir birinchi bu bola bilan hozir birga bir bo'ladi. Yo 5 ta shot, yo 10 ta shot o'ynaymiz. Davomini ko'rasiz. Mana ulasizmi, yo'qmi? To'g'ri bir bolalar. Bitta shot. Okay. Mana bolalar kam shotdan o'ynayapmiz, чтобы hamma bilan o'ynash uchun. Okay, sog' bo'ling. Okay. Bo'ldi, okajon. Bolalar, mana ikkinchi o'yinimiz boshlandi. Tangida ikkinchi g'olib bu. Oy. Chiqing, brat. Qanday qochdingiz?
Gap yo'q bolalar, bu bola bilan ham 5 kda bo'ldi. Bugun faqat 5 kda yutdim. Rostdan ham hali hech kim boshqa kda yutmadim. Faqat 5 kda, faqat 5 kda. Bo'ldi, 3-igrok bilan endi ketdi. Bolalar, mana 3-o'yinimiz boshlandi. Oka, qani qo'llaringizni ko'rsatib qo'ying. Mana bunaqa bo'lib ketyaptimi? Mana bunaqa qo'llar qaltirab ketyapti. Nimaga? Hayajonda. Hayajon bosyapti. Bolalar shu to'g'ri bir og'irga o'yin. Og'irga shot. Og'irga shot. Bala, brat. Sog' bo'ling. Uy, naushniklarda o'ynayapti men bilan. Bolalar Javohir maktabimga kirgizishadi, direktorim ruxsat beradi dedi. O'shaning uchun bu telefonni olib keldim. Men bu telefonni kimgadir PUBG o'ynab bermoqchi emas edim, chunki bilaman, meni yutadigani bu maktabda chiqmasligini men o'z bilar edim. No, bar bu telefonni olib keldim. Nimaga? Chunki maktabga kirgizadigan maktabga berish uchun. Bu maktab kirgizmadi. Maktab bilan kommentariyada yozinglar. Kimni maktabiga boring? Kimni maktabida yo yutgan odamga yoki bo'lmasa eng aqlli o'qiydigan maktab ichiga kirgizadigan, to'polon bo'lmaydigan maktabga mana shu telefonni beramiz. Bu telefon o'zimizda qoldi. Nimaga? Chunki bolalarga gapirsak gap tushunishmadi. Bularni deb Milliy gvardiya ham ko'rdinglar, olib ketib qoldi. O'shaning uchun boshqa maktabga qoldi bu telefon. Bolalar iPhone 12 ni olib bergan, kelib ketishim, hamma narsani meni ta'minlayotgan Sardor akaga Skewzib account savdo, Skewzib arendaga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Pastda ссылkalar bor opisaniyada. Juda ham kattakon rahmat. Bolalar nima deymiz? Skewzib!